Hammaga xayrli kech yoshlar, xayrli kech do'stlar, xayrli kech meni kuzatayotgan, demak YouTube'dagi va Instagram'dagi obunachilarimiz va yangi, demak yaqinlarimiz. Bu videoni qilishdan maqsad eng birinchi navbatda mana nima deydi? Har bitta inson o'zi hayoti davomida ilm, tajriba olar ekan. Bu narsani keyingi avlodga yetkazishga harakat qiladi va bu narsa farz. Bu narsa juda ham yaxshi narsa. Nima uchun? Chunki birinchi navbatda men bu video orqali yo bundan keyingi videolarim orqali o'zimni yoshimgacha bo'lgan yoshlarni qanday hayotiy tajribalar kutayotganini, qanday ilmlar olishimiz kerakligini va albatta bunday hollarda qanday yo'l tutishimiz kerakligini, albatta o'zimni hayotiy tajribam sifatida hayotiy tajribam dan kelib chiqqan holatda sizlarga demak ilm tariqasida o'rgatmoqchiman. Ismim Tangirov Azizbek. Demak 2017-yildan beri mana 9 yil, 10 yil bo'lyapti. Ingliz tili bo'yicha dars beraman va xolos o'qituvchiman. O'zim Xorazmdan Urganchdan bo'lishimga qaramasdan Toshkentda 5 yillik tajribam bor. Toshkentda ishlab o'qib kelganman va hozirda Urganch shahrida istiqomat qilaman. Nima uchun yoshlarimizda shunday fikrlar mavjud? Masalan, maktabda barcha fanni o'qishimiz kerakmi? Ustozlarimizni hamma aytganlarini qilishimiz kerakmi? Ota-onalarimiz har doim bizga to'g'ri yo'l ko'rsatadimi? Ota-onalarimiz aytayotgan har bir gap, hamma fikr to'g'rimi? Aslida yoki biz boshqacha yo'l tutishimiz kerakmi? Zamon o'zgaradi, makon o'zgaradi, atrofimizdagi vaziyatlar o'zgaradi va ularga qanday moslashishimiz kerak degan savollarni har kim o'ziga beradi, lekin javob yo'q. Kimdir ota-onasidan so'raydi, kimdir so'ramaydi, kimdir aka-ukasidan so'raydi, kimdir xijolat qiladi, kimdir ustozlardan so'ramoqchi bo'ladi, lekin qo'rqadi yoki demak bunga sharoit bo'lmaydi. Bunday holatlarda sizni eng yaxshi sirdoshingiz, sizga eng yaxshi ustoz va sizga eng yaxshi tajriba ulashuvchi inson sifatida mana shu ekranlaringizda turibman. Agarda siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, masalan, aynan siz sizda qanday muammolar bo'lyapti? Qanday savollar, necha yoshdasiz? Qaysi yo'lni tanlamoqchisiz yoki ikkilanyapsiz? Qanday hayotda o'rningizni topmoqchisiz? Har qanday holatda siz oxirgi finishga borgan paytingizda siz o'zingizdan davolni, ya'ni o'zingizdan mamnun bo'lishingiz kerak va hayotda o'z o'rningizga ega bo'lishingiz kerak. Oilada, do'stlar orasida, demak, masalan, o'zimizni ota-onamiz bilan, aka-ukalarimiz bilan, qarindoshlarimiz bilan, xolos jamiyatda o'z o'rnimizni topishimiz kerak, lekin bunga qanday erishsa bo'ladi? Bunga qanday etaplardan o'tishimiz kerak bo'ladi? Ana shu mavzularda siz bilan Xudo xolasa keyingi videolarimizda gaplashamiz. Mana shu kanalda, mana shu demak Mr. Alex kanalida bu narsani hammasini gaplashamiz, muhokama qilamiz, kitoblarni o'qiymiz va eng birinchi navbatda ilm va tajribaga ega bo'lamiz. O'ylaymanki bu video sizga demak yetib bordi. Necha mingta like yig'ishini, necha mingta prosmotr yig'ishini bilmaymiz. Hammasi Xudodan, hammasi harakatga qarab baraka bo'ladi. Lekin eng asosiysi bu video sizga yetib bordi va siz hayotda yangi hayotga yo'l qo'yar ekansiz, ya'ni qadam bosar ekansiz. Sizga eng yaxshi ustoz, eng yaxshi yo'l boshlovchi, eng yaxshi demak tajriba manbasi yordamga keldi degan umiddaman. Unday bo'lsa, salomatlik tilaymiz va keyingi videolarda gaplashamiz. Har qanday savol bo'ladigan bo'lsa, video ostidagi kommentariy, ya'ni izohlarda faol bo'lamiz va iloji boricha ko'proq savol berishni va ko'proq turli xil vaziyatlarni, keyslarni birgalikda hal qilishga harakat qilib ko'ramiz. So'z mohirida bitta narsa aytmoqchiman. Agarda siz shunday vaziyatda, case, masalan, shunday holat bo'lyapti. Sizda muammo bor. Muammo 100 ming so'm bilan hal bo'ladi. Buni sizga pul bera oladigan ota-onangiz, do'stlaringiz yoki aka-ukalaringizdan so'rashingiz shart. So'rang hozir. Agar 100 ming bilan bitadigan bo'lsa. Bo'lmasa 200 ming bo'lib chiqib ketadi sizdan. Agar $100 bo'lsa ham hozir
so'rang va hozir hal qiling. Bo'lmasa 200 ga chiqadi. Agar $1000 bo'lsa, hozir so'rab hozir hal qiling, bo'lmasa 2000 ga chiqadi. Nimaga buni aytayman? Chunki o'z hayotiy tajribamdan kelib chiqqan holatda bu so'zlarni, bu gaplarni aytayman. O'zimda 5 millionlik muammo bor edi, lekin o'zim hal qilishga harakat qildim. 10 million bo'lmadi, lekin 5.775.000 so'mga tushdi. Ya'ni 775.000 so'm demak, nima deymiz? Ortiqchasi bilan chiqib ketdi. Shuning uchun so'zim oxirida aytmoqchi bo'lgan narsam maslahat, tajribada olish, tajriba ulashish va albatta sizdan katta bo'lgan, sizga yordam bera oladigan shaxs bilan iloji boricha yaxshi munosabatda bo'lish, hayotiy o'zingiz uchun qonun yoki hayotiy qonun qoida qilib olsangiz, shior qilib olsangiz juda ham mamnun bo'lardim. Bye, see you.